Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengesinin 40. növbetlik yuqori dərəcəliklər yığında söz qılğan Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu, Xitayning Uyğur və başqa musulmonlarga qaratilgan kişilik hukuk tajovuzchiliklari haqida to'xtaldi. Kişilik hukuk kengashida söz qilgan Çavuşoğlu, Xitayning Uyğur avtonom rayonida Uyğur türklar və başqa musulmonlarga elib berayotgan ijroatlari haqidagi xabarlarning andisha paydo qilganligini aytdi. Çavuşoğlu yana Xitayning terrorlikqa qarshi harakatlarda ma'sum insonlar bilan terrorchilar orasini ayirish kerakligini bildirdi. Çavuşoğlu, biz Xitayning diniy erkinlik hukukini o'z ichiga olgan universal kishilik huquqi hurmat qilishga, Uyg'urlar va boshqa musulmonlarning madaniyat kimligining to'liq qo'g'dilishiga kafolat qilishga ilhomlantiramiz va shundoq bo'lishini kutamiz dedi. Xitay poytaxti Beijingda Xitay Kompartiyasi bilan Vatan Partiyasi orasida ichilgan yig'inda so'z qilgan Xitay Kommunist Partiyasi amaldori Yu Wei, G'arb davlatlari g'arazlik holda Xitoyning osonlik millatlar siyosatiga hujum qilyotdi dedi. U bu davlatlarning Turkiyaning taraqqiyotiga qarshi ekanligini aytdi va Xitoyning terrorlikqa qarshi turishidagi bu tajribasi Turkiya uchun bir o'rnak bo'la oladi dedi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif istifa berdi. Bunun bilan İran tashqi siyosatining liniyasini o'zgartirganligi va texmi tashabbuskor bo'lganligi ilgari surilmoqda. İstifa qarorining Bashar Asadning Tehronda İran rahbari Ali Hamani va davlat raisi Hasan Rouhani bilan ko'rishgandan keyin ilinganligi bildirilmoqda. Avstriyada oshqin o'ngchi hukumat musofirlar qarta ko'chaga chiqishni cheklash va bexatarlik turmasi qatorli qattiq siyosatlarni yo'lga qo'yishga tayyorlanmoqda. Avstriya oshqin o'ngchi hukumatining ichki ishlar ministri Xeribet Kekil axborot e'lon qilish yig'inida yuqori uchurlarni e'lon qildi. U 1-martdan boshlab iltimos qilgan, lekin musofir salohiyatiga erisholmagan kishilar turgan yerlarda ma'lum bir vaqtlarda ko'chaga chiqishni cheklash tuzumi yo'lga qo'ydiganligini aytdi. Qozog'iston prezidenti Nazarbayevning kabinet a'zolarini tayinlash qaroriga imzo qo'yishi bilan yangi hukumat qurildi. Nazarbayev 53 yoshli Oskar Maminni bosh ministr qilib tayinlagandan keyin parlamentdagi munosabatli komitetlarning ministrlarni vazifaga tayinlash haqidagi qarorni imzoladi. Qarornoma prezident to'rbetida e'lon qilindi.